Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Xudo xolasa mana trenddagi mana motorolimiz 1 tonnalik tank ballonli motorolimiz. Ma'lumotni berib o'tamiz. 2 metr 2000 motor 2000 milya aka, 70 dan 6 km. Teyda stabilizator, prujina, amortizator. Eng full zapchastlar bilan jihozlangan 1 tonnalik tank ballonli motorolimiz xudo xolasa shu akalarimizga sotildi. Akalarimizga xudo xolasa nasib qilsin, ashkurlaymiz. Aka obunachilar, ikki og'iz gapirib yorasiz. Aka zo'r, narxlar arzon. Kelib xarid qilsin. Yashang aka, tavsiya qilasiz xudo xolasa aka. Tavsiya qilamiz aka. Yashang. Mana aka mana 1 yil bo'ldi xudo xolasa, men o'zimiz firma tegishli motorolni yuribdi. Shu akamiz orqali kelishgan. Aqalli kelinglar hammalaring. Gap yo'q aka. Zo'r chiqdi, bir yil. Akam, rahmat sizlarga ham, barakasi bersin. Aka mana nasib qilsin akamlarga xudo xolasa. Otaxon ketib qoldi uylariga endi. Mana tank ballonli 1 tonnali motorlimiz. Ma'lumot yana bir bor takrorlaymiz. 2000 motor miga 70 dan 6 km. Teyda amortizator, prujina va eng full zapchastlar bilan jihozlangan 1 tonnali motorimiz. Qo'shimcha magnitofon, oldilovoy, nikel bakoy va zapaska mo'llar bilan jihozlayveramiz aka-ukalarimizga xudo xolasa. Mana ballonlarga bitta baho berib qo'yamiz. Yigitlarimiz juda ham chiroyli qilib buni jihozlab bermoqda mana. Akalarga nasib qilsin, yaxshi kunlarga mana shunday sifatli texnikalar kerak bo'lsa, albatta Ganlan do'konimizga murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari mana bunday elektronik 1 tonnali laboyimiz Samarqand viloyatiga va narigisi Toshkent viloyatiga sotilgan aka-ukalar xudo xolasa. Elektronik laboyimiz 2,5 motor miga 70 dan 6 km. Salonlari juda ham keng. 4 to'g'on ham 12 500 lik. 130 ga 180 razmerlik 1 tonnali elektronik laboyimiz. Ma'lumotni yetarlicha darajada tushuntirdim deb o'ylayman aka-ukalar. Xudo xolasa mana shunday elektron labolar ham kerak bo'lsa, albatta biz Ganlan do'konimizga murojaat qilaverasizlar. Eng sifatli va narxi hamyonbop narxda birinchi o'rinda bizda bo'ladi. Albatta videodan ko'rib like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Mana to'ychoqlarimiz tayyor mana xudo xolasa Toshkent viloyatiga. Buni esa mana Samarqandga tonirovkalar bosib qo'yganmiz. Akalarimiz ham xursand, mana chakka qilib artib o'zlari yaltilatmoqda. Azizlar, hammalarni kutib qolamiz. Qo'riqqa aka? Qo'riqqa aka, Dang'ara tumani qo'riqchilar. Mana Dang'ara tumanli akalarimiz, tog'li o'zimizning ham qishloqli akalarimiz qo'riq qishlari sotadi. Ismingiz nima edi aka? Ulug'bek akani taniganlar, qo'riqliklar video oldingizdan chiqib qolsa, like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada qulluq bo'lsin degan so'zni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Hammalarni kutib qolamiz. Samajon aka mana. Akam o'zi bosh rolda xudo xolasa cho'tga qilib tayyorlab bermoqda. Mana labolar turishini qaranglar. Qaydasan Samarqand turibdi-da mana xudo xolasa. Buni esa Toshkent qaydasan turibdi. Shopir akalarimiz kelsa, siraj yuklab yuboramiz xudo xolasa. Yuklar jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, gap mana xudo xolasa Samarqandga yo'l oldik. Shopir akamiz legendarniy Shopir 355 mana Samarqandga ketmoqda. O'zi ertalab Navoiyga yetib keldi, xudo xolasa mana Samarqandga akamiz yo'l oldi. Samarqandlik Hoji tog'aga nasib qilsin, xudo xolasa chempionni qilib berdik. Elektronik labo har doimgidek katta changan, kichkina changan. Obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Samarqandliklar patishkada bo'lamiz. Hoji tog'aga nasib qilsin. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib qo'ying va like bosib qo'ying. Hammalarni Ganlan do'koniga kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar aka-ukalar.